Yoshi katta ayollarga qoni quyuqlashib ketibdi, davleniya ham shunga ba'zida ko'tariladi. Qizil narsaga allergiyasi ham bor. Tomog'i qichishadi. Qanday jenshenni tavsiya etasiz? Bunday holatlarda qizil jenshenga qaraganda qora jenshenning foydasi ko'proq bo'ladi. Sababi allergik insonlarga qizil mahsulotlar iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Qora jenshen 5 yulduzli bo'lib, Koreyada juda ham ko'pchilik allergiyani davolash uchun, immunitetni ko'tarish uchun, kuch-quvvat energiyaga to'lish uchun albatta qora jenshenni iste'mol qilishadi. Ushbu qora jenshen 5 yulduzli bo'lib, premium eng oliy navli hisoblanadi. Qadimda Koreya podshohligida 1000 yillik tarixga ega retsept asosida tayyorlangan bo'lib, podshoh va qirolichalar, hattoki shahzoda va malikalar iste'mol qilishgan. Siz ham oila a'zolaringiz sog'lom bo'lishini istasangiz, albatta mana shunday qizil jenshenga qaraganda 10 baravar yaxshi natija beradigan qora jenshen iste'mol qilishni tavsiya etamiz. Quyidagi raqamlarga murojaat qiling va tafsil konsultatsiyaga ega bo'lishingiz mumkin. Ha, aytgancha, Koreya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud.